Assalomu alaykum Shopcars kanali obunachilari. Bugun sizlarga Jack M4 model haqida ozgina ma'lumot beraman. Xo'p, bu 9 kishilik, oldin o'zi 11 kishilik bo'lib kelardi. Hozir lekin 9 kishilik bo'lib keladi. Mana ichki salonlari o'zgarmagan, o'sha. Bu yerda 5 talik korobka, konditsioner, bu yoqdan boshqarsa bo'ladi, pechkalarni, monitor. Bu yoqda tablolari, cruise control, bu yoqda multimediani boshqarish knopkalari mexanikada bo'ladi. Hozir buni yoqib ko'rsataman. Bu yoqda barlari ham chuqur. Bu yoqda kitobchalari bor. Paskantning. Bu yoqda zaryadka joylari. Bu umumiy ko'rinish. Hozir buni yoqib ko'rsataman. Yurgan kilometrlari benzinda 2 atmosferli motorli bo'ladi. Bu yerda Tesla monitor, hamma narsasini bemalol YouTube hamma narsani o'rnatsa bo'ladi. Umumiy ko'rinish shunaqa bo'ladi. Va bu yoqda parda choklari. Bu yerda svetillik, ichki uchinchi-joy. Xo'p, endi orqa taraflarni ko'rsataman. Tashqi ko'rinishi o'zgarishlar yo'q. Ichki salonlarni ko'rsatib o'taman. Sidinalari ulanib ketgan bir-biriga, emochlar alohida bo'ladi. Bu yoqda 2 ta, orqada 3 ta. Bu yoqda oldin, bu yoqda sidina bo'lardi. Hozir ular yo'q, 9 kishilik bo'lgan. Bu yoqda orqa tarafdan konditsionerlarni boshqarsa bo'ladi. Pechka, hamma narsasini. Bu passajir taraf. Orqasini ko'ramiz. Diskalari 17 bo'ladi. Knopkada. Bagaji endi M3 nisbatan ozgina kichikroq bo'ladi, lekin bemalol yuklarni qo'ysa bo'ladi. Tagida zapaskasi bor. Metan, propan tushadi.